Assalomu alaykum. Ushbu video qo'llamamizda sizga shaxsiy kabinetingizdan qanday qilib foydalanuvchi biriktirishni bosqichma-bosqich ko'rsatib beramiz. Ekranda shaxsiy kabinet, foydalanuvchi biriktirish, sovrinlari, olimpiadalar va arizalar bo'limini ko'rishimiz mumkin. Foydalanuvchi biriktirish bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan yaratish tugmasini bosamiz va yuqorida yuboruvchi haqida ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Ism, familiyasi, sharafi, she'r ma'lumoti, tug'ilgan sanasi. Foydalanuvchi biriktirish uchun uning qarindoshlik darajasini belgilashimiz kerak. Bu yerda mentor va yaqin qarindoshlik darajasi mavjud. Biz mentorni tanlaymiz. O'quvchi uchun mentor tomonidan o'qitiladigan fanni belgilaymiz. Bu geografiya bo'ladi. Mentorning she'r ma'lumotini kiritamiz. Va tug'ilgan sanasini kiritamiz. Va bu yerdan qidirish tugmasini bosamiz. Va ko'rishingiz mumkin, mentorning shaxsiy ma'lumotlari shu oynada ko'rinadi. Bu yerdan ma'lumotlarni yana bir bor tekshirib, taklif yuborish tugmasini bosamiz. Va ko'rishingiz mumkinki, taklif muvaffaqiyatli yuborildi. Uni ko'rish tugmasini bosamiz. Bu yerda qaysi o'quvchi tomonidan qaysi mentorga taklif yuborilganini ko'rishimiz mumkin. Mentorning qarindoshlik darajasi, fan nomi, hujjat seriyasi va tug'ilgan sanasini ko'rishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.